ochilgan Belitsumo. Chirchiq shahrida ochilgan Belitsumo pizzaga generator qo'yib berganmiz. 50 kilovatli. Xo'p, mana generatorimiz. 50 kilovatli generator qo'yib berdik. Kabellari ulangan. Ichkarida montaj ishlari ketyapti. Xudo xolasa, bugun soat qolamiz. Bu generatorga kelayotgan generatordan bu set generatorga ketadi bundan. Men bundan generatorga qaytib izdaniyaga tarqash kerak. Hop. Mana oq kabelimiz stabilizatorga kiryapti. Stabilizatordan qaytib chiqayotgani bu kabel. Bu botdan uzilib generatorga boradi. Generatordan keyin qaytib kelgan tok o'sha avtomatlarga tarqalishi kerak. Hop. Yana bitta nyuans bor. Pechga bez stabilizatsiya bo'lib ishlash kerak. Ya'ni stabilizatordan tok kelayotganida bunga tarqalish kerak emas. Toza botdan ko'chan tokini olish kerak bo'ladi. Buning uchun yechim AVR. Generatordan qaytib kelayotgan generatorga mana stabilizatsiya bo'lib chiqyapti tok. Keyin qaytib kelyapti. Stabilizatsion tok qaytib kelib bu yoqqa tarqaladi va AVRga kiradi. Bu qachonki men bunda setda tok o'chsa, stabilizator avtomatik o'chadi. Generator o'zi ishlaydi. Generator o'zi ishlaganida AVR pechkani ham ishlatib beradi. Jarayonlar ketyapti. Shu kabellarimizni bulasak, Xudo xolasa ishimiz bo'ladi. Hop, ko'chan toki ochiq. Generatordan kelyapti. Generator ishlab turibdi.